Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir biz juma namozini o'qidik. Andijon viloyatining Bo'z tumanida juda ham chiroyli mana ma'ruzalar bo'ldi, tingladik. Biz bu yerga kelishimizdan maqsad yaqinda biz marafon qilgan edi Andijonga. Andijonga mana Odilxo'ja, yana Ahmadxon bor edilar. Ular endi Shahravondan qochganda kechasi bo'lib qolgan edi. Kechasi o'sha velosipedni kameri yorilib ketibdi. Yorilib ketgan ekan, nima qilish kerak ekan? Masjidga kelishibdi. Keyin masjidda keyin mana bu ukamiz oxiri shu ismlaring nima edi? Ismlar Izzatullo bilan Avazbeklar uchrashibdi. Mana shular yordam berishib, hattoki shu Marlongacha Damas'da shu velosipedni olib borib, to'lovlarini hammasini ham endi o'zi aytdi, mani mehmonim, men beraman pulini. Mana juda bu ulug' ishda, ulug' ish. O'sha uchun telefonlarini olib qoldim-da keyin. Nima? Bir cho'lda bir o'rtoqlar ketishgan ekanda mashinada. Ketishgan ekan, endi yo'lda ko'pchilik to'xtatishibdi, mashina to'xtab turdi, ayollar bor, boshqa nimalar. Keyin o'tib ketaveribdi, keyin to'xtashi, nimaga bular to'xtashdi, orqaga qaytdi. Orqaga qaytgan ekan, ular yarim baklashga benzin so'rashdi. Benzinlar tugab qolgan ekanda. Keyin pul bergan ekan, olishmabdi. Olishmagan ekan, keyin o'rtoqlar xayrlashib ketishganda o'rtoqlar aytibdiki, ha bo'pti, qaytishga qaytding, ammo nimaga pul olmading desa, men shu yerda ketyapmanmi? Mani mashinam ham qoladi, uy-joyim ham qoladi. Mana shu u dunyoda mana shu bergan yarim baklashga benzinim asqatadi degan ekanda Ro'shanbek. Mana hozir bular juda ham xayrli ish qilishdi-da. Mana shu xayrli ishlar Xudo xolasa mana barchalari u dunyoda asqatadi bularga, Xudo xolasa. Inshaalloh. Qani endi men aytamanki, qani endi shunaqa insonlar ko'paysa, go'yoki hozir bunaqalar juda kamayib ketdi. Qani endi men aytamanki, o'rnak olib mana shu Izzatullohlardan boshqalar ham mana qarang. Hozir sen menga tegma, men senga tegma degan zaminda ish ketyapti-da. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Anada bittasi yiqilib tushsa, qaramayapti. Qarang. Shuning uchun Izzatulloh sizga katta rahmat. Mana Avazbek hozir xizmat safar bilan boshqa joyda ekanlar. Namanganda ekan, Avazbekga ham bizni minnatdorchilik bildirib qo'yasiz. Biz Atena mana keldik shu Marlondan, shu imom domla bilan gaplashdik. Imom domlaga aytdik, bularni bir qator aytib ketinglar, duo, ular ham ichkarida ham duo qilishdi, mana bu yerda ham duo qilish, Xudo xolasa, bundanda ishlaringiz yana yurishadi, Xudosi inshaalloh. Odilxo'jasan bir duo qo'ying, bularni yana bir qator. Alloh taolo umrlari uzun, rizqlarini unut qilsin. Doim mana shunaqada chin qalbdan xizmat qiladigan yigitlardan bo'ling. Biz sizdan minnatdor bo'lsak edi. Va hozir aka ba'zida anaqalarni qurilish bilan shug'ullanar ekanlarda. G'azonimga aytdimki, kech payt yo'q, kirmayman, boshqa kuni kelamiz deydi. Men yo'q, yuring, bitta narsani ko'rsataman deb, tadi bag'enda qurilish, yog'ochlar bilan shug'ullanar ekan, menda 3 yil 4 yildan beri pilarama bor. Siz zavodskoyda endi o'shanda ukamga hadya qildim, aytdim, endi kech paytda bezovta qilib boshqa kelamiz deyishdi. Xudo borsa bir mehmonlarni qilib o'shani inshaalloh. Chin qalbimdan sizga niyat qilib aytib qo'ydim ukajonim. Amin. Ko'rdingizsan o'yda, siz mana o'zi ishlar ekansiz, shundan foydalaning. Bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan qarindosh dedi. Ajamas men sizlar ekanlaring nima bo'ldi? Biz ham hali ota bedaqa bo'lsa, amin. Allohu akbar. Yana bir bor Jumadil ayyom haji masokin barchamizga muborak bo'lsin. Eng avvalo bu yerda tinchlik ekanda, biz tinchlikni qadriga yetishimiz kerak azizlar. Mana tinchlik ekan, mana kelib o'tiribmiz. Tinchlik bo'lmasa biz qayerda o'tiramiz? Anada bittasi pistoletini to'g'rilab tursa, kim nima qiladi, kimga yoqadi? Shuning uchun biz tinchlik qadriga yetaylik. Mustaqil O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Balolardan, ofatlardan yurtimiz o'zi asrasin. Prezidentimiz ham sog' salomat bo'lsinlar. Mana kecha juda ham men televizorda ko'rib turib prezidentimiz shuni faxrlanib ketdimki, bu hammamizga bo'lgan bu nimada bu mehr muhabbatki, Amerikaning prezidenti hatto aytayotki, menga sharaf shu O'zbekistonda prezident bilan o'tirish deyapti-da. Bu juda katta gap-da. Bu biz uchun-da, bu biz uchun, hammasi biz uchun, bu O'zbekiston xalqi uchun. Shuning uchun
ko'p yashasinlar. Bundanda yana ham yaxshi ishlar qilsinlar. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Hammamiz xonadonlarimizda, oila a'zolarimizda birgalikda baxtli hayot kechirib, farzandlarimiz, nabirani rohatlar ko'raylik. Do'stligimiz, birodarligimiz qiyomatgacha bardavom Abadiy bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar.